Xullas bu pechkamiz endi hozir mashinani markasini yechib kelishganiga so'rab netib nima qilmadim. Bizga markasini qizig'i yo'q. Xullas bu to'lgan. Manshetini baryerga kesib turib, ochib turib, ichlarini tozalab turib, yana qaytadan daryon qilib beriladi, chiroyli qilib bog'lasa. Buni ko'pchilik aytadi, mana karcha urib turib, yuvorsa ham bo'laveradi, bir xilga ko'klar qiladi bu. Qissa bo'lishi mumkin. Bizda naglaz bo'ladi. Shuni ochiladi, ko'z bilan ko'rib ishonch hosil qilmagunimiz uchun unaqaligi neytral ishlab bo'lmaydi. Bizda yo a'li yo bag'li bo'ladi. 50 uni suvda chayqab turib bo'laveradi, bo'lmaydi. Yana 5-10 kundan to'lib qoldi, uni ishlab bo'lmaydi. Xo'p, bu radiator. Radiator endi ashi katta. Namargani. Xo'p, bunda bo'layotgan ish bu to'lgan, ichlari to'lib ketgan. Endi buni ochib turib yonida kirishkasini chiroyli qilib tozalab, ichlarini boshqatdan uzun kirishkasini yopib beramiz. Endi kirishkasi sog', yorilib netsa, shunda alyuminiy yassiya bo'ladi. Lekin buni yassa bo'ladi, alyuminiy hech qanaqa muammosi yo'q. Lekin o'zini kirishkasi sog', shuning uchun o'zini ichlarini ochib tozalab, chiroyli qilib yopib beriladi. Xo'p, bu tayyor bo'lganda nomini ham, markasini surishtirib qo'yaman, hatto aytib kimda shunaqa muammoli ishlar bo'lsa, yengil muammoli ishlar bo'lsa, ehtiyot etamiz.